Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Uz Gaming Hub bo'ladi. Bugun sizlar bilan yomon oila, ya'ni Bad Parents degan o'yinni o'ynab ko'ramiz. Mana o'sha o'yin, internetli o'yin ekanmish. New a game qilamiz. First person mode qilamiz. Fort fight. Ham qo'shiq qayerda eshitgansizlar do'stlar? Editlarda bo'lardi bu qo'shiq. Ko'pincha editlar bo'lardi bunda. Ana oyis keldi. Madem dotdi yana keldingizmi dotdi. İngliz bilmayman. I was busy which bark. Men ishdan kelyapman dotdi oyisi. Can you have some sympathy for me? Oyisi nimadir urishdi короче nimadir. Oyi, axir bugun meni tug'ilgan kunim. Oh, to'g'ri. Men buni bilaman. Meni sovg'am qani? Boshini qichiyapti. Shunaqa ovoz chiqyapti. Dotdi. Orqasida adasimi? Have you heard of Mr. Qizilyuz? Agar hozir uxlasang emas. Mr. Qizilyuz senga sovg'ani berib ketadi dotdi. On the birthday u bolalarni tug'ilgan kunlarida sovg'a beradi. Qizilyuz mana secretly dotdi. Nima edi? Sirli odammi? Shunaqa dotdi. Короче, gift they are asleep. Sen uxlaganingda bu Mr. Qizilyuz senga ko'rsatmasdan sovg'alarni berib ketadi dotdi. Rostdanmi? Albatta. I went your gate. Endi hozir aytayapti, bor uxlashga yot. U sana sovg'alaringni berib ketadi turganingda dotdi. Yaxshi, men uxlashga ketdim. Oyi. Yodali bashara uchburchay. You're following the kid again. How many times have you yana kech qolding uyga? Yana uyga kech kelyapsan. I was working and my shift ended. Men axir ishlayapman. Shunada faqat shuni tushundim. Shit, bok. Yo, still, I think. We didn't, don't you? Hey, bola. Hey, bok bola. Get back here. Xonangga yo'qol. Don't stand here eavesdropping on grown up conversating. Kattalarning ishiga aralab burningni suqmasdan. Yaxshi dedi. Suramiz endi biz. Nima bu? Vashshi qotyapti bu. Qanday o'ynaymiz? Bizga po'xo'y do'sti, to'g'rimi? Qotadimi, qotmaydimi? Balki ko'rarmiz ularni. Turibdi bir-biriga qarab. Face to face bo'lyapti. Bizning xona bo'ladi katta ehtimol bilan bu. Bir sleeping qilamiz. Nima sleeping? Tepada reklama yibanski ham sizlarni ham asabiylarni buzyaptimi? Biz nima qilamiz, ey? Uxladi. Mr. Qizilyuz bu katta ehtimol bilan. Eshik ochildi. Mana Mr. Qizilyuz katta ehtimol bilan. Qotdi. Qo'g'irchoq. Bashara.
Screamerion. Bu nima? Bu meni sovg'ammi? Mr. Qizil menga sovg'a berdimi? No way. Yo'q. Bu nima? Doll. Hi, I'm Ron. Qalaysan? Men Ronman. What? You can talk? Nima? Sen gapira olasanmi? Of course, albatta. Men sehr bilan yaratilganman. You even have the same name and appearance as me. Tushunmadim endi. Right, me, master, mode. Meni masterim yaratgan ot shekilli. Bit lost. I'm alone. Master makes mistakes. Shana. Master makes mistakes. Rap. Tushunmadim do'stlar, o'zinglar o'qib olinglar, men mana shu tushunmadim gapini. Nima bu? Mana buni olib tashlash kerak edi. What's important is that from now on I'll be your best friend. Men seni eng yaqin do'sting bo'la olaman. Sening ovozing chiroyli. Do you want to play something? Men bilan o'yna olasanmi? My master stored my toys in the closet. Can you get them for me? Shkafchiga kirib ketdi, kattasi bo'laman. The closet is still stuck. Bu yer qulf. Can you try that again? Tried my best. I can't open. Men bu yerni ocha olmayapman. Do you want me to do something? I'm hungry. Men ochman. You are a doll? Sen ovqat yeysanmi? No. Sen nima? Oxirgacha. Yo'q, sen yeganingda meni ham qornim to'yadi. My master linked. Meni masterim senga ulab qo'yganda otqarchi yani. Wow! That's amazing. Bu hayratlanarli. Endi biz oshxonaga boramizmi? Qaysi bilan adasi yo'q. Biz qanday yeymiz? You're reading. Voy, o'qimayman buni. Xolodilnikda pizza bormi? Araq. Nima qilamiz buni? Zaynab. Harom pashi. Yo'q. Nima qilaman buni? Tushunmadim. Istamam shekilli. Istamam. Mana bu stolda o'tirarman balkim. Paydo bo'lar ekan qo'limda sirasi. Is that your favorite dish? Bu seni yoqtirgan ovqatingmi? Do you want to see me perform some magic? Sehr. Yes. Sehr ko'rishni xohlaysanmi? Ha, iltimos. Alright. Yaxshi.
Men senga hozir ko'rsataman. Every time you finishing eating dish. 7 soatda osh qilgan. Yedik. Yana ovqat paydo bo'ldi. Wow, that's amazing. Ha, bu hayratlanarli. Wow, bu hayratlanarli. What else can you do? Kutuna era mazmun chiqashani. Mog'otdi bu. 4 ta aroq qo'ydi yiban. Sho'layingur. Mr. Qizil yuzi turqini ko'rdik. What you happened? Nima qilding? I don't know. Men bilmadim. Oh no. The bottle my dad's gonna whip my ass. Endi dadam mendan qattiq ranjiydi va meni urishadi deyapti. I hope he's still asleep. Your dad? Seni dadang? Don't worry, my master has taken your dad. Avay, meni masterim seni dadangni olib ketdi. Nima? Nima deysan? Adasan xonasini qaraymiz shekilli. Qarachi buni adasini olib ketibdi. Qo'rchayni shotdi. Where is my dad? Meni dadam qani? I said my master. Axir aytdim-ku, meni masterim seni dadangni olib ketdi. Nima? Because your dad is bad person. He often hits and yells. Oilang bilan nimadir deyapti, yaxshi tushunmayapman. But this is too much. My dad doesn't deserve that. Uni topib ber. He's bad person. No, he's not. U yerda emas. Iltimos. Meni dadamning oldiga olib bor. Yaxshi. Lekin meni masterim buni yoqtirmaydi. Nima demoqchi? Buni xohlamasdi deyapti. It's a quite a long way to where your dad is being held. You'll have to use shortcut if you want to get there in time to save him. Show me the way. The shortcut is through your closet. Xonamizga boraylik-chi. Your cell can't open it. Buni ocha olmayapsanmi? Bu tushunmadim yana gapini. Bu eski uyda ko'rinib turibdi, bu eski uyligi. Bu anna eski uylardan, bir dinozavr davrida bu bola o'sha qarib o'lib ketgan, Kroyflar bilan yasagan bu bola. Kroyf muxlisi bo'lsa kerak. Johan Kroyf. You should know that this closet can function as portals. Portalni ochish kerak deyapti. They can you vent including where your dad is being. Shu yerdan dadangni olib boradi. Give it a 3.
Qilib ko'rchi deyapti. All right, I forgot. There are a few steps you need to take to activate this shortcut. Bring your data to the front. Badapti. Tushunmayman bori. Biz nima qilishimiz kerak? Yo, bir uyam g'alati-da, bori. Tualet qayerga chiqadi bular? Yo, do'stlar, tushunmadim bu o'yinni. Nima qildiyapti u? Adin yomon odam bo'lgani uchun deydi, qizil mani masterim uni olib ketgan deydi. Gapir. Yibat. Nima qilaman? Men vaqt tushunmayman boru. Uxlaymi? Uxlaymi? Uxlayotgan bo'lishi ham mumkin. Uxla, yiban, uxla. Короче, do'stlar, tushunmadim bu o'yinni. Bitta ham tushunganim yo'q. Nihoya tushunmadim. Mana bossa nima bo'ladi? Bizga ko'rsatar ekan. Yo'l ko'rsatar ekan bizga. Nima qilay buni? Though this radio will work like an elevator button, you need to select. I wish you the right. İngiliz tilini o'rganaman yaqinda borib. İngiliz tilini o'rganishim kerak. Yeah. Seems like that noted. Bu yer emas mening fikrimcha. Yo, ona yeneyim grup yo'q emas. Yo'q. Nima bu? Bot bo'lishi mumkin. I think it's Bushir. Go ahead and step in. I'll stay here. Bu yerga bor. No, buni masteriga borishini xohlamasdim deyapti. Bu qanaqa joy? Bu kim bu?
Kids, what's up? Qalaysan? I'm looking for my dad. Men dadamni qidirib yuribman. The script. My dad's name is Bruce. Wait. Bundaylarga Bruce'lardan juda ko'p ekan. Hozir qarab beraman. Ha, mana. Bruce'lar bu yerda juda ko'p. Buni detallarini qanaqaligini ayta olasanmi? Good Bruce or bad Bruce? Yaxshi Bruce yoki yomon Bruce? Well, my dad, mening dadam yaxshi, lekin ozgina ba'zi bir paytlarda jahli chiqqanda meni urishib turadi. So, he's a bad. Bu yomon Bruce. Hozir qarab beraman. Bu yomon Bruce. Hozir qarab beraman, otdi. Cat. So he's bad Bruce. Let me see. Cat. There are still many bad Bruce. More especially. Please, iltimos, menga qandayligini ayt uni. Yomon Bruce'lar juda ham ko'p ekan. Menga qandayligini ayt. He often yells. Ertalab yo'q edi. Still not informatsiya. Bu informatsiyaga kirmaydi. Men uxlab tursam, meni shapatlab urardi. Va that's all. Bu hammasi. The door is behind. Eshikka bordi otdi. Shoq boraymi? Bu. Qo'rqib ketdingmi? Who are you? Sizlar kimsizlar? Just like you are kids. Biz bolalarmiz. Bizni oilamiz tashlab ketishgan. Where staying? Bizni bularning ota-onasi o'ldirgan menimcha. I'm sorry, meni kechiring. Harry nima deyapti? Nimadir tanish so'zda. Okay, see you later. Yaxshi, keyin ko'risharmiz. Mana mana adamiz. Mana adasi. Dada. Please stop punishing me. Iltimos, meni qiynashni to'xtat. It's me, Dad. Iltimos, meni qiynashni to'xtat. What's with you? Sizga nima bo'ldi, dada? Come on, ketdik, uyga boramiz. Yoki Mr. Face, Mr. Qizil yuz sizni qo'yib yubormayaptimi? Please stop punishing. Iltimos, qiynashni to'xtat. Pijbami? Aynan. Bu nima? Bil deydi. Astagfirullah. Oysi. Astagfirullah, nima bu? Oysi dedimi? Hey, what's wrong with you? Men senga nima degandim? Mom, where are you closet? Tushunmayapman to'g'risi. Inglizcha yaxshi bilmayman. O'tizlarimiz gapini. Mr. Qizil yuz adamni olib ketibdi. Oh. Well, that's a good thing. I am not joking. Men hazillashmayapman. It's a long story. Let me explain. How is your doll? Ron dying today. Yana senga doll gapirdimi? The doll? Qo'g'irchoq? Oyi, siz buni qayerdan bilasiz?
Of course, albatta, men buni bilaman. Sen har doim u bilan gaplashasan. This isn't it. The first time, long time. Oysini gap vashsham ekan bor-u. Don't you remember? Men no. Say. I don't know. Tushunmayman, o'zinglar tarjima qilasizlar farqi. Vashsham o'tganimni gapini. Just go to bed. Uxlashga yot. Uxlashga yotdi, короче. Kutingni qisib uxla joyingni dot. Adasi bilan ham ishi yo'q-da, bu ayolni borib, po'xo'y. Qo'rta uchib turibdi. Siz ko'tsiz. Yiqildi. Senga nima bo'ldi, bolam? Nimaga yerda yotibsan? Dun dun dun. Do you feel better? Yaxshimisan? Yaxshimi, oyi? Bu qizil yuz. Nobody tomorrow. Ha, shunaqa. Rostdan. I promise. No, go back. Yes, yaxshimi, oyi? Bu vahshiy yomon oila ekan-da. Bola bilan ishi ham, yo tug'ilgan kunni oyisi bilmadi hamda. Oyi. Siz qayerdasiz? Yana meni tashlab ketdingizmi? Bu oyi bilan atigi po'xo'y ekan bola. Qo'ygani bor ekan, qo'ysa ko'tarolmas ekan. Qo'g'irchoq topish kerak. Unga nima bo'ldi? Horlatib tashlabdi. Senga nima bo'ldi? My master, mening masterim. Shit out. Shit out nimadir? Siqit gapda o'sha shit out bor-ku. Bo'q degani qanaqadir. He wasn't happy about it yesterday. I am sorry, meni kechir, bu meni deb bo'ldi. Meni oyim qani? My master has taken her away. Meni masterim uni ham olib ketdi. Nima? Men uni to'xtata olmadim. Meni kechir. Men uni to'xtata olmadim. You should run away because he'll come back. Biz u yerga borishimiz kerak. No, I have to save my mom. Men oyimni qutqarib qolishim kerak. How? Don't you see what he did? Ana narsani berdi. I found this at my dad's prison. Men dadam qamoqda. I think my help defeat. Men ularga yordam berishim kerak. Bu uchun spell defense Mr. Face. Qizil Mr. Qizil bashara buni yoqtirmaydi. Buni xohlamasdi dotdi. Come on.
Ko'y. Qarchi shunaqa. Endi yana boramizmi? Billa Zaynab bo'lib ketdim boru. Mama, papa, Bugatti, parangoniki deydigani bordi-ya, oldin isqirt gaplardan biri. Haromlar, shunaqa yoqtirmasdim o'zlarini. Mana shu bola ham shunaqaroq ekan. Lekin bu oila Mr. Qizil yuz вообще g'alati. Ishga yuguramiz, chop. Chop, mada, deydi. Quickly throw, spill, take cover. Tashlaymiz. Ochalarim. Ana oyisi. Pashonlar. Ochalarim. Ko'z yoshlarim. Nima bekindik? Mr. Qizil yuz. Ochalarim. Ko'z yoshlarim. Opamiz. Ko'tinga qo'limni o'rta qo'limni tiqib olaman. Gandon deydi hozir. Nima qilamiz, Zaynablar? Pachalarim. Ko'z yoshlarim. Nobody tomorrow. Qo'rqmasligim uchun do'stlar qo'shiq aytamanman. Raperman. Har doim aytaman o'zingni bas. Sloy lo. Hop nanina. Nima qilay? What's happening to you? Nimalar bo'ldi senga? My master yana meni jazoladi. Yana jazolabdi degarchi buni. Don't worry. This but I want to be hava yo'qdi buni. Pachalarim. Ko'z yoshlarim bor, oilangni ko'r, oilang uyda dedi. Kim anta turgan yiban? Isqirt ota bo'ladimi? Dunyodagi yiban bo'ladimi? Oyi, dada, oyi. Free now. Ya. Nima urasan? Haromi. You have an affair, haven't you? Yana sen kech qolding. I told you boss. Which book? Men axir ishdan kelyapman. Yar, ovozingni yop. Senga oila kerak emas. Senga bola ham kerak emas. Uyda yo'qol. And about do you think you better than me? Sen mendan yaxshiroq. Men sendan yaxshiroq va o'zing hech narsa qilmaysan deyapti. You're just mama. Sen faqat uyda yotasan deyapti. Otalik qilib qo'ymagansan deyapti. Not that I don't, it's my business. Bu mening biznesim. Men pul topib kelyapman, bolamni o'zim boqyapman. Sen faqat uyda yotishni yaxshi ko'rasan. Yana bitta shapat qo'ydi. Your story right here. Bu yerga qaytib kelma. Tashalla qo'ydi. Bachalarim. Ko'z yoshlarim. Bolani yonida shunday yaxshi emas.
Mr. Qizil yuz? Qizil yuz, qizil bashara, qizil turq. Bu bola ruh, buni o'ldiryapti. Bilag'ina harom bu. Da, bu bola ruh. O'ldirdi. Gandon. Astagfirulloh. Jumaga so'katimi. Astagfirulloh. Lekin o'ldirdi-da. No. Yo'q. This cannot be true. Bu yolg'on ekan. Doll, I'm very sorry, meni kechir. Your closet, I think you're able to open it now. Men seni qutqara olmayman. Bachlarim, ko'z yoshlarim. Son, this is men? Bu menmi? We don't know. Men buni tanimayapman. Doll, you always know. Sen buni bilmaysan. Men o'ldimmi? 14 kun bo'ldi. It cannot. Rostdan. What's really? Bu rostdan. Bu haqiqatmi? Meni oilamchi? Sening dadang. Sening dadang mehmonxonaga qochib ketdi. Astagfirulloh. Adasini ruh keldi ham bolani. Well. Go home with me, dad. Uyga boring, dada. Al-qasosul minal haq. Tumaydim. What about me? Mening oyimga nima bo'ldi? U qayerda? That's right, because she's only home late at night. U kechqurun uyda edi. Daytime nima deganini bilmayman. Oyisi qani rostda? Oyi? O'g'lim? Bu o'g'lini ko'rdi. Bu o'g'lini ko'rdi, lekin hushidan ketdi. Chunki u o'g'li o'lganini ko'rdi. Oyisi o'lganini ko'rdi-da. Oyisi yig'lab o'tdi. Shunaqa bo'ladi. Olib ketish kerak edi. Endi adasi o'ldirdi. Bu mana sudya. Tergovchi. Cop. Do you have any clues about your husband hiding? Siz uni ko'rdingizmi? Deyapti. Cop. You just dropped something, ma'am. What is that? Bu nima? It's motel card. Bu mehmonxonaning kartasi. But I'm not sure it's mine. Men buni yerdan topib oldim. Tugadi o'yin.
Bunaqa oila men ko'rmagan ekanman. Umrim bino bo'lib bor вообще. Bunaqa yomon ota-onalarga qarshiman. O'ldirib qo'ydi bolasini. Killer ota. Bacılarım, ko'z yoshlarim degan shu. Oxirida cho'tki narsani qo'yib yuboraman do'stim. O'tirib qo'yganlarini. Ash. Xullas video yoqqan bo'lsa like bosinglar, obuna bo'linglar, komment yozinglar do'stlar. Lekin men bunaqa ota-onaga ana bola chaqiryapti. Bu bola, bu qiz nima bo'lgan? Yerga ko'mib qo'ygan, tiriklarini ko'mib qo'ygan. Yoqib yuborilgan. Nima bo'lgan? Bolada nima ayb? Bola nima yo'qmi? Xullas do'stlar, like, obuna bosib qo'yinglar. Kommentlarni ham yozib ketinglar. Portlatib yuboringlar kommentlarni. Olg'a. Hammaga omad.